Demak, nikohdan ajratish haqida sudga murojaat qilgandik. Sud bizning bu da'vo talablarimizni rad qildi. Endi qancha muddatdan keyin biza yana qaytadan shu talab bilan sudga murojaat qilsak bo'ladi degan savol kelib tushdi. Hurmatli kuzatuvchilar, demak, sudning hal qiluv qarori qabul qilingandan keyin roppa-rosa 7 oydan so'ng, ya'ni 1 oylik apellyatsiya shikoyati berish muddati va 6 oylik kassatsiya shikoyati berish muddati o'tgandan so'ng ayni shu talab bilan, ya'ni nikohdan bekor qilish haqidagi talab bilan sudga murojaat qilsa bo'ladi. Sud endi bu murojaat qilingandan so'ng birdaniga ajratib yubormaydi. Sud albatta oiladagi muhitni, oiladagi yuzaga kelgan kelishmovchilikni o'rganib chiqadi va albatta ularni, oilani, er-xotinni bir-biriga yarashtirish choralarini ko'radi. Buning uchun sud qonunchilikda belgilab qo'yilgan 3 oydan 6 oyga qadar bo'lgan davrga yarashtirish muhlati belgilab beradi va bu masalani mahalliy davlat hokimiyati organlari yoki bo'lmasa o'sha mahalla fuqarolar yig'ini organiga so'rovnoma, xat, ajrim yuborish yo'li bilan munosabat bildiradi. Mahalliy davlat hokimiyati organlari va mahalla idorasi bu ajrim, xat va ma'lumotnomalarni olgandan keyin o'zlari tarafdan yarashtirish choralarini ko'radi, muhokama qilishadi va muhokama yakuni bo'yicha xulosa tuzib sudga taqdim qilishadi. Shundan so'nggina sud mazkur dalillarni hammasini inobatga olgan holda nikohni bekor qilish yoki nikohni bekor qilmaslik qarorini qabul qiladi. Endi bizdan so'rashyapti, garantiya berasizmi, kafolat berasizmi yoki bo'lmasa buni tezlashtirib qilib berish kerak degan so'rovlar bo'layapti. Hech kim bu masala bo'yicha sudni ishini olib borish yoki bo'lmasa sud bo'yicha qandaydir hal qiluv qarorini qabul qildirishga hech kim garantiya bera olmaydi, ya'ni kafolat bera olmaydi. Bu faqat va faqat sudyaning vakolatiga kiradigan masala. Qolaversa, hurmatli kuzatuvchilar, demak, aynan bunday masalalarda er-xotinlarni, oilani saqlab qolish harakatini amalga oshirish menimcha mantiqqa to'g'ri keladi. Bu jamiyat uchun ham, bu o'sha ajrashuvchilarning o'zi uchun ham, qolaversa voyaga yetmagan farzandlar bo'ladigan bo'lsa, voyaga yetmaganlar farzandlarining manfaati uchun ham juda ham bir foydali ish bo'lar edi. Shu sababli hurmatli kuzatuvchilar, demak, atrofimizda shunaqa munosabatlarga, oilaviy munosabatlar buzilgan holatlar bo'lib qoladigan bo'lsa, albatta ularni yarashtirish choralarini ko'rish kerak bo'ladi. Demak, meni kuzatib boringlar, obuna bo'linglar va albatta sizlarga manfaatli bo'ladigan videoroliklarni qo'yib borishda davom etaman.